Assalomu alaykum. Rayhon opa, assalomu alaykum. Avvalambor bugun sizni ustoz va murabbiylar kuni bilan qolaversa kelayotgan bayramingiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Rayhon opa, bugungi agar siz tavallud ayyomingiz emas ekan, lekin farzandlaringiz bor ekan, ular bizga murojaat etishgan. Muhriddin hamda Marjonaxonlar sizni bugungi mana shunaqa ustozlar kuni bilan o'tib ketgan bo'lsa-da tavalludingiz bilan tabriklab, agar ijozat bersangiz bizga Rayhonaxon onamizni gaplarim bor, yaxshi bir niyatlarim bor. Mani nomimdan yetkazib qo'ying deb Marjona qizingiz maktub yozgan, shuni o'qib beramiz va sizga atalgan bitta sovg'a bor. Ana shu sovg'ani birgalikda taqdim qilamiz. Assalomu alaykum, meni qalbi ummon, mehri osmon farishtam. Suyanchim va maslahatgo'y onajonim. Avvalo hayotimda borligingiz uchun tashakkur. Bilasizmi? Bilasizmi onajon, bu dunyoda menga shu darajada onalik qildingizki, hech qachon boshqalarga qarab, bu meni onam bo'lsaydi demadim. Aksincha, boshqalar menga havas qiladigan darajada ona bo'ldingiz. O'qishim uchun jon olib jon berdingiz. Abituriyentlik davrimda menga hech qachon ish qildirmay o'qitdingiz. Kimdir ish buyursa o'zim qilaman, mening qizim o'qiydi deb meni oldimdan olar edingiz. Doim menga ishonardingiz. Ona, menga qilib bergan shart-sharoitlaringiz, ishonchingiz va mehringiz oldida hozirgi sovg'am ummondan parcha bo'lolmaydi. Balki bu sovg'am sizdan beso'roq olingani uchun sizni ranjitaman, ammo Allohim sizni ushbu kelayotgan Ramazon oylarida o'z uyida mehmon qilishini juda istayman. Dadajonimni ham bugungi tavallud kuni bilan tabriklab, ularga ham yaxshi aytadigan niyatlarim, chiroyli so'zlarimni aytdim. Onajon, bugungi tavalludiga mana shunday yaqin kunlaringiz, har bir kuningiz baxtli bo'lgani singari bugungi kuningiz ham muborak bo'lsin. Meni niyatim, orzularimiz orzuligicha qolmasin. Siz bizni hech qachon qiynaldim demasdan, charchamay, tortmasdan, halol mehnat qilib, har qanday imkoniyat, har qanday sharoitlarni yaratib berdingiz. Men sizni farzandingiz, dadamni farzandi bo'lganimdan faxrlanaman. Agar yana qayta dunyoga takror kelish imkoniyati bo'lganda, hech ikkilanmasdan men sizni, dadamni yana qayta tanladim. Onajon, qalbingizga ozor bergan bo'lsak, biz farzandlaringizni kechiring degan umiddamiz. Sizlarga bugungi mana shunday shukrona kunlar yillar davomida ko'p nasib etsin deya maktublarni taqdim etishdilar. Rayhon opa, sizni yana bir bora bugungi shukrona kuningiz bilan muborakbod etamiz. Ilohim farzandlarni baxtiga doimo sog' salomat bo'lib yurish, uzoq yillar nasib etsin va mana shu go'zal satrlarni siz tomon taqdim etamiz. Hech kimsaga yomonligim yo'q. Kimligini Xudo biladi. Hamma meni yomon desa ham, onam meni yaxshi ko'radi. Sal eskiroq usti bosh kiysam, do'stlarimga yoqmay qoladi. Hech vafosiz qolganimda ham onam meni yaxshi ko'radi. Cho'kib qolsam chuqur qayg'uga, boshim silab dardim oladi, duo qilib har nafasida onam meni yaxshi ko'radi. Dunyolarga alishmasman onamni. Har bir so'zlarlari qiblolarga teng. Allohim bersin shunday bir umr mazmunli va fayzli. Mana shunaqa go'zal bir satrlar, go'zal bir niyatlaringizga hamroh bo'lsa, bitta sovg'a bor, sizga mana shu sovg'ani topshirsak, siz uchun bugun farzandlaringiz nomidan, Center Holdings nomidan aynan assalomu alaykum hurmatli Xidir va Rayhonoy. Sizni farzandlaringiz va Kenturkum Holdings kompaniyasi nomlaridan Ramazon oyi uchun umra safariga maxsus yo'llanmani taqdim qilamiz. Sizga xayrli va barokatli safar tilab qolamiz va sizga ushbu safarda hamrohlik qilayotganimizdan mamnunmiz. Har bir farzandlarga ham mana shunday baxt, mana shunday yuksak bir tashabbular nasib etsin deb mana shu umra safariga yo'llanmani farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz va mana shu go'zal kunlarda ham siz uchun mehmonxona etiladi. Bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh, onam
hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam foyda, otamning duoida menga eng ulug' foyda. Rahmat. Rahmatga bersin qilmadikmi? Menimcha har bir ustoz degan sharafli kasb sohibasi qolaversa, ona degan insonni mana shunday go'zal sovg'alarga munosib. Marjonaxon bizga maktubida shunaqa deyishdilar. Onamdan so'raganimda, yo'q bolam, hali vaqtimiz bor, keyin bemalol dedi. Lekin yaratgan Alloh farzandingiz sabab sizni mana shu kun, mana shu soniyalarga, o'sha manzillarga chaqiribdi. Menimcha bundan xayrlisi yo'q, bundan barokatlisi yo'q. Ilohim Allohni yana ziyorat qilib, umra safarlarini ado etib, hojona bo'lib, yana farzandlarni duo qilishda davom etasiz degan umiddamiz. Menimcha sizdan so'ramasdan qilingan bu yaxshiliklarni siz ijobiy tushunasiz degan umiddamiz. Ana endi o'zi har bir tabrikka borsak, biz onalar guzini o'zi bugun kutganmidingiz? Biz endi mana shunaqa ko'pchilikka hamma aslida mana shunday tantanalarni biz aynan mana shu vaqtini topib, sinfingizda bolajonlar ham yo'q, hech kim yo'qligida tashrif buyurish sababi bu faqat siz uchun edi. Siz uchun sovg'alar taqdim etilishi kerak edi va mana shu munosib bo'lgan sovg'alarni sizga taqdim eta oldik va bir yaxshi niyatlaringizni eshitdik endi. Hozir bo'ldimi shunda? Yo'q, chinakamiga. Men hozir nima deyishimni bilmay qoldim. Rahmat, bolamni yaxshi ko'raman. Nuqtajonimni ham, Bonxonni ham. To'yimni bergan ne'matlar. Juda yaxshi ko'raman. Hamma qanaqa bilmadim, men uchun farzandlarim bir tilloga ham tengda. Baxtimga sog' bo'lsa bo'ldi. Endi bu bilmayman, hozir nima hozirchimni bilmayman. Men bunga tayyor emas edim sira ham. Yangilikda baxtimga sog' bo'lsin. Rayhon opa o'zi har bir ona haqli farzandlarni voyaga yetkazib, yosh kunlarga yetkazdirib, lekin bugun Marjonaxon qayta-qayta bizni maktubida yozdilar. Aslida onamni o'zidan so'rab, o'zi bilan birga olsak bo'lardi, lekin onamga aytsam hali bor bizga. Lekin Marjonaxonning aytishlari bo'yicha Muhriddinjonni siz uchun hali vaqt bor deyishingiz mumkin, lekin ular uchun onalarini tezroqgina mana shunaqa hojona qilib farzandlik burchlarini ado etib, sizga mana shunaqa umra safariga yo'llanmalar taqdim etishlar. Ilohim ziyoratingiz qabul bo'lsin. O'rganda yurtimizni, maktab jamoasini, bizni ijodiy guruhni, farzandlarni bir chiroyli duo qilib qo'ysangiz, salomat bo'lasiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir bora sizni tabriklaymiz. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin.